Xalifai Rahmon Hazrati Umarning davrlarida ko'pchilikka ibrat bo'ladigan bir voqea bo'lgan ekan. Ashabi ikromlar bilan gaplashib o'tirgan paytlar ekan. Hazrati Umar shunda ikkita odam bir yigitni yoqasidan yirtib urgan holatda tepib olib kelishdi. Qasos degan gapni takrorlab turishardi. Shunda Hazrati Umar aytdilar: "Ey birodar, bu yigitni nimaga urdinglar? Nimaga yoqasini yirtib olib keldinglar? Bu yigit bizni otamizni urib o'ldirdi. Odam o'ldirgan odamni endi haqqini talab qilish islomda bormi yo'qmi? Islomda bor. Qonga qon, endi qasos olamiz. Xalifai Rahmon, siz adolat bilan hukm qiling. Nima qilishimiz kerak?" degan gapni haligi odamlar aytishdi. Kaltay yegan yigitga Hazrati Umar bir qaradilarda, "Nima bo'ldi? Bu odamlarni gapirgan gapi rostmi? Haqiqatdan ham sen shularni otasini urib o'ldirdingmi?" dedilar. Haligi yigit javob qildi: "Xalifai Rahmon, men gapiraman, siz mushohada qiling. Endi bir eshiting. Eshitganingizdan keyin adolat bilan hukm chiqaring. Men bir musofir edim. Uzoq yurtdan kelgan edim. 3 kunlik safar yurib kelayotgan edim. Uyqu g'olib keldi. Xurmozorni oldiga kelib to'xtadim-u, otimni bir xurmoga bog'lab uyqu olib ketdi, uxlab qolman. Uyg'onsam otim o'sha xurmo daraxtining shoxlarini sindirib, baglaridan yegan ekan. Bir chol odam, bularning otasi ekan, shu xurmozorning sohibi tosh bilan otimni peshonasiga urib o'ldirdi. Yaxshi ko'rgan otim edi. Shayton bor. G'azab g'olib keldi. Urgan toshni olib, toshni men ham o'sha cholga uloqtirdim. Cholam bir yetilib turgan qari bir inson ekan, sabab bo'ldi, yerga yiqildi-yu jonini taslim qildi. Dunyodan o'tdi. Shu alfozda farzandlari meni qo'limdan yetaylab, sabab bo'ldi huzuringizga olib kelishdi, Xalifai Rahmon. Lekin men boshimni egib keldim. Nima Qur'onda hukm bo'lsa, o'sha hukmni ado eting. Agar o'lim joiz bo'lsa, men boshimni kundaga qo'yaman. Agar shuni otasini o'ldirgan bo'lsam, qasosni olib berasiz. Men o'sha qasosga tayyorman. Lekin bir iltimosim bor. Nima iltimos dedilar Hazrati Umar? Men otadan erta yetim qolgan bir farzandman. Qaramog'imda 3 ta yetim ukam bor, singillarim bor. Otadan qolgan meros meni qo'limda qolgan. Hozir meni qatl qilib o'ldirib yorsangiz, norasida go'day yetimlar birovlarning qo'lida xor bo'ladi, bu birinchisi. Ikkinchisi, omonat meni qo'limda. Omonat bo'ynimda ketadi, qiyomatda hisobi og'ir. Shuning uchun men va'da beraman. 3 kun menga muhlat bering. 3 kunni ichida borsam, jigarlarimni bir odamni topib qo'liga topshirsam, omonatni ham o'shalarga berib vasiyatlarni qilib orqamga qaytib kelsam, 3 kundan keyin men o'zimni topshiraman sizlarga. Nima hukm bo'lsa qilasiz, odamni yig'ib xohlang dorga olsing, xohlang kundaga bosing. Nima qilsangiz qilasiz, lekin shu narsaga menga imkon bering, 3 kun muddat bering. Va'damga men vafo qilaman dedi. Shunda Hazrati Umar aytdilar: 3 kunga qo'yib yorsak, 3 kundan keyin kelasanmi? Xiyonat qilmaysanmi? Va'dangni ustidan chiqasanmi? Va'damni ustidan chiqaman, xiyonat qilmayman. Sho'tda o'tirgan sahobalarga bir nazar solgin. Sahobalarning ichida bir odam agar kafil bo'lsa, seni kafillikka oladigan odam topilsa ijozat beramiz, bo'lmasam yo'q, xafa bo'lmaysan dedilar. Yigit umid bilan qarayapti. Kim kafillikka olar ekan? Kim najot bag'ishlar ekan? Kim yordam qilar ekan? Ko'zidan yosh oqib turibdi o'ltirib. Atrofga qaraydi, hech kimdan sado chiqqani yo'q. Shunda Abu Zar G'iforiy degan sahoba bo'lar ekanlar. Mavqei baland, sahobalarning ichida o'ziga xos hurmatga ega bo'lgan zot. O'rnlaridan turdilar. Xalifai Rahmon, Hazrati Umar, ijozat bering, Alloh uchun men kafilman. Shu yigit 3 kunga ijozatini olsin, 3 kundan keyin ko'ramiz dedilar. Shunda Xalifai Rahmon Hazrati Umar: "Ey Abu Zar, boshingizni kundaga qo'yayotganingizni bilasizmi? Qanaqa qilib kundaga qo'yaman? Agar shu yigit xiyonat qilib, va'dasiga vafo qilmasa, sizni osamiz dorga."